Yakidan xuddi shunaqa xarakter bor, aytganini qilmasangiz. Prosta maslahatini beradi, amma mana men Yaki bilan ishlaganimda nima desang shuni qilaman dedim. Deb bo'l xolasang. Xolasang chiqmasang chiqmayman, chiqib turib chiqsang sen bilasan dedim. Sen NPC'larni ko'rgansan, NPC chiqmaganman hali dedim. Yo'q, men sen NPC'ni ko'ryapman, sen chiqsang bo'ladi deyapti. O'rindan ish qilasan deyapti. To'pga kirasan deyapti. Точно bir oldim. 24 deydi bizda kategoriyada odam. Ko'p yedasizlar. Sizda odam, bizda odam ko'p edi, o'tdi. O'shaning uchun G'avr musobaqada bilmadim, meni fikrim ko'p odam bo'lsa qiziq. Ha, shunisi qiziq. Bitta kategoriyada bir 10 ta odam bo'lsa, 12 ta odam bo'lsa. Men birinchi chiqqan musobaqamda 5, 8 dan 9 odam bo'lganmiz. Birinchi chiqqanim O'zbekiston. Abifit hamma o'sha yerda bo'lgan. Bulat, Jo'lonni o'zi hamma. Birinchisini o'zida. Ikkinchisi hozir merga chiqib ketganman. Ha, merda shu 14 ta odam bo'lgan. Dur. Давай. Давай. 5. 6, 2 tane. 7, yana bitta. Давай. Sekin. Unda уже 12 ta odam bo'lgan bu yerda. Keyin уже NPC'da вообще 24 ta odam bo'lgan. NPC'da pro karta bor uchun odam ko'proq bo'ladi. NPC'da qiziq hamda. NPC'da вообще qiziq. Men 5 mi? Ha, 5. Nimasi qiziq? Har kecha Farg'ona musobaqasini ko'rdim. Men sizda chiqyapti. Biri 70 gacha bo'lgan. Silovoy ko'p bo'lsa. Qaysi gruppada silovoy ko'proq? Spinami, grudmi, yelkami, oyoqmi? Yelkani bo'lib olganmiz-ku. Oraga tiqib olgan. Yo, o'zi вообще aytdim. Qayerda silovoy? Men hammasida balans bir xil menda. Bir xil. Men bunaqani yo'q-da. Menda spinada ko'proq. Men bilmadim. Farq hali ana qo'lni menga bir xil tuyuladi. Men hech xil tuyulmaydi. Bilmayman, spinani juda yaxshi ko'rganim uchunmi? Hadi 15 menga yetadi. Lekin o'zim qilganimda bundan katta bes qoladi. Noto'g'ri qotgan ekanman-da. Datkas. Yechaman. İkkitasini. Ket. Datkas. Давай. Давай. Har doim emas. Men dropset har doim javlat press qilmayman. Oling.
30 mi? Ha. O'rtami? Sezilyapti? Sekinroq. Hop. Sekinroq. Hop, ketadi yana. Yana. Yana ikkita. Yana bitta. Zo'r. Oh, hamma ro'zni o'chirib qo'ydi. Operatsiya ozgina qoldi. O'sha keyingi haftaga u. Keyingi haftami o'sha? Primani bitta pochka qoluvdi menda, ochilmagan. O'tgan hafta eskisi tugadi. Ja primani bo'ldi, o'sha to'xtatish kerak. O'sha bu haftadan o'sha prima qilmayman-da. Dekabr testni o'zim tugatib olaman dedim-da. Prima bo'ldi o'sha. Lekin uvol bo'lgani qoladi. Chunki hozir primani xarakteri bor. Pauza bo'lsa foydasi yo'q, zavod boshqartaman. Shuning uchun hozir pauza qilib musobaqadan keyin operatsiyadan keyin 700 gacha prima olib chiqishimiz kerak musobaqaga. Hozir Yevropa, Qozog'iston, Rossiya yangi metod yo'qdi. Ha. Farmani ko'p tiqmayapti-da. Peptidlarni eshitgansiz-a? Ha, eshitganman. Polni peptidga o'tirishgan. TV500, VRS 150. Bizda peptidlar hammasi yo'q, bizda muammo yo'q bizda peptid. O'zi kelyapti bizga ham, sekin o'rganishyapti. Don fizik taniysiz-a? Ha. Yakin shogird. Jo'longa aytdim, gaplashib ko'r. Gaplashsani swazing bor. Bu yerda o'tiribdi, bo'ladi desam, 300 test qilyapti haftasiga. Prima to'g'ri, вообще ko'p. Primani 1000mi, короче, 700mi, 800 chiqadi ular, prima yaxshi ko'radi. Qolgan hammasi peptid. Umumiy peptidga yotib olgan. 5 xilmi, 6 xil peptidga o'tirib olgan-da. Nima unaqa o'tiribsan desa, zo'r bo'lyapti. Ashi mazza qilyapman, ro'st yaxshi bo'lyapti, vasitnavlik hamma narsa zo'r bo'lyapti. O'shanga hozir biz ham o'shani sinab ko'rmoqchimiz. Bulardan biri hozir, bak musobaqamiz bitdi-ku. Bu ham o'sha chiqmoqchi NPCga yana. Bizda eski sistema qolib ketganda. Bizda juda qolib ketgan sistema. O'shaning uchun eski sistema. Biz hozir o'shani sinab ko'rmoqchimiz. Qani nima bo'lar ekan? Hozir jo'lon boshladi mana. TB 500 bilan VRS 150 ni boshladi-da. O'shani ko'ramiz deyapti. O'zi mana shu prolarning orasida, shu yevropeyskiy prolarning orasida shunaqa preparat bormi? Shu cho'chib ishlatadigan. Cho'chib? Ha, sabari pro bo'lsa ham, bak cho'chib ishlatadigan preparatlar bor. Menimcha ularni cho'chitadigan hech nima yo'q. Prolar. O'zi eng jostki preparat qaysi kiradi? Men misol uchun insulin deb hisoblayman-da. Insulin baribir pastni. Insulin juda past, insulin. Insulinning har xili bor, korotkий, длинный, uni ham har xili bor. Men insulin qilib ko'rganman. Yaki bilan ishlaganimizda, birinchi boshlaganimizda klassikka chiqmoqchi bo'lganman, nima? Klassikka tayyorlab ko'rganman. Rasm tashlaganman, mayli harakat qilib ko'ramiz degan. Ovqatni 7 mahal berardi. Insulin tiqasan degan. Insulinni o'shani birinchi marta tiqamak. Nima narsasi bor, minusi? Juda tez qornim ochardi. U ochganda titrashni boshlaydi, meni chiqishni boshlaydi. Ana unaqa bo'lmasdi. Sahr tushib ketishi. O'zidan o'zi qornim ochib qoladi, sekundda. Sahr tushib ketishi shekilli. Internet chiqdigan ovqatlarni nima chotki porsiya 150 gram, 250 gram bo'lib berishadiklar. 20 minutda qorningiz ochardi. Jinni o'qib qoladi, bor. Yeb chiqib jo'ron o'tadi, uni bo'ti jo'ron deydi. Insulinda shu deydi. Men eng jostki preparat shu insulin deb yurardim. Undan ham bormi qattiqroq? Yo'q, insulin. Insulin birinchi o'rin turadi, ikkinchi o'rin turadi men uchun. Tristalon degan preparat bor ekan-ku, Tristalon. Trintremmi? Yo'q, Tristalon. Nomi Tristalon deb yozilgani o'qidim. Yo'q, ularni ko'p met bor. Metni ham eshitganmiz. Bu ham juda jostki. Bilmayman, men bog' orasida cho'chiydiganim o'sha insulin,
Insulinni men cho'chiyman, chunki qilib ko'rganman. Trenni ham qilib ko'rganman, bundan ham cho'chiyman. Sahar tushib ketsa yomon-da o'zi. Trenni ham, insulindan ham cho'chiyman. Bitta o'lni olib tashlaysiz. Aha. Men o'zimning fikrim, agar u kimdir musobaqaga tanlanaman desa, chista naborda 7-8 prima и 400-500 test masteron. Endi bundoq o'ylab qarang, bizning sharoitda primani unaqa dozировка ishlash qimmatga tushib yuboradi-da. To'g'ri, Hammani o'zi qimmat. juda qimmat. Primacha faqat bizda qimmat emas. Prima butun davlatda qimmat. O'zi eng qimmat preparat menimcha ular orasida prima deb o'ylayman. Ham dozировкасы ham 100 talik. Mana 150 talik kistaligi yo'q вообще. Просто haftasi 7 qiladigan bo'lsa, bitta pochcha bir hafta tugaydi o'zi. Men impesitaligimni 750 qilaman. Bu ham bor. Hammasini primasini sotib ko'rdim. GSS, Vertex, Zipich, Spectrum hammasini sotib ko'rdim. Menga eng yoqqan orasida bularning primasi test bilan Benovaniki bo'ldi. Sana shart yo'q. Qo'ydi. Shart emas do'st. Давай. Hali bor. Endi yoqildi mana. İşte yana bitti. Yana bitti. Yana bitti. Yana bitti. Hop. Yurgan ekan menda gurtishlar. Oldin men uchun eng zo'r ishchi bu grup deb o'ylayman. Musobaqaga chiqishni boshlagandan keyin bildim shu grup nasib. Endi to'g'ri va образно forma berib turish kerak-ku. Men uchun mana shu NPC'da ham yana nima ta'min bo'ldim. Что spina juda katta o'yin. Chunki ikkinchi o'rin bilan olgan bola indiyalik bola edi. O'g'ri juda chiroyli, frontalka. Juda chiroyli. Turish, stoyka hammasi. Lekin orqada stabilroq edi. Mendan oldida zo'rda, old taraflama, orqa taraflama mendan. Menga chist tushuncha bir berib olishgan. Orqa taraf bundan zo'rroq uchun, shirokiyroq, glubina borligi uchun. Men o'sha yerda prokarda olib ketsam bo'ladi. Parod qo'ygan joyim. Men ikkita narsaga registratsiya bilmay qoldim-da. Birinchi Absolutga borligini bilmagansiz. Ha, men o'yladim bitta lyubitelli chiqaman, bo'ldi, birinchi o'rinni olsam ketaveraman. Avto lyubitelisi chiqsangiz, o'zingizni bezam bor ekanda. Buni kezni ham bir olsangiz, keyin chiqib absolutga front olsangiz bo'ladi. Ammo o'zingizni to'rtta orasida praktik hammasini bir olganlar ham bor orasida. Bitta don fizikdan tashqari. Men o'tib ketgan. Aytayotdiki, sen ikkita medal bilan kamida ketarding deyapti yoki. Nima unaqa qilaman? Men qattan bilaman. Menga yetmadingmi registratsiyani? Nasib qilganda endi bu yo'q. Shunaqa. Aytdim keyin, bo'l, keyingi safar zato yoramizsan. Birinchi marta sandiga bolani ko'raman, nenish qilmasdan, so'g'ini ketyapsan. Boshqa odam bo'lgan nenish qilardi deyapti. Antreningiz yoqqan tarafi bor, shu bolalarni musobaqasi yaxshi bo'lib, kelib podдержка qilish yoqdi. Har qanday necha kishi bo'lsa ham borib kattaroq musobaqa borib podдержка полный qiladi. Shunaqa. Ha. Jo'lonlar xuddi bo'lgani o'shanda. Shu bozini yoki nimani o'zi? O'zi yoki olmoqchi bo'lgan. Mana shu yakini ikkilamir kuzataman YouTube'da. Bitta gapini eshitdim. Masalan, mana kun davomida 6 mahal, 7 mahal priyom ovqating bo'lsa, deyapti. Bittasini o'tkazordim, o'zing bodybuilder bilan hisoblamay deyapti. Yakini yana bitta gapi bor. Shogirdlariga aytgan gap bu. Yoki har hafta oddiy kuni
ves bilan fototchet so'raydi. Rasm tasha deydi. Mayli 2-3 kundan keyin ochadimga tashlab qo'yish kerak. Aytadi, tashamasang o'zingga deydi. Men yalinib o'tirmayman senga deydi. Tashasang o'zingga foyda deydi. Men senga yo tasha deb balab bilan qilib o'tirmayman degani. Agar siz unga zo'r atnashsa qilib, mana shunaqani qilsangiz, siz ham sizga u ham sizga davoy zo'r atnashsa qiladi-da. Men Yakini 2021-yildan beri kuzataman. Qancha havas qilardim, o'g'lim men u bilan hayot kechirmayman deb o'ylamaganman. Keyin o'sha videolar to'r yozdim-da boshida. Nima bo'lsa bo'ldi, qani nima ekan? Qolgan Allohdan korоче. Yozsam yo'q, mana shunaqa davay deb qoldi. Mana shunaqa narsalar bor, mana shunaqa narsalar tasha, hamma narsani tashadi, tashadi. Nima maqsadida musobaqaga? Bo'ldi, nima kategoriya klassdan bo'ldi, davay. Keyin klass Tailand qarasa, davay men's dedi. Men'sga chiqmasang bo'lmaydi dedi. Klassika hali ozgina bor ekan dedi. Bo'ladimi? Men'sni pro karta olsangiz, klassika o'tib ketaverasiz-da o'zi. Endi u biladi, sen bilasan dedim. Oxirgisini sizni? Ha. O'sha bitta tushma esda qolsam bu. Mashq qoladimi? Ha? Mashq qo'rsinmi? Nima shuni qolamiz? Tasdiq bo'ldingizmi? Birinchisini hisoblamadim-da. Yo'q, birinchisini hisoblamaymiz. O'shaning uchun aytayapman-da. Qo'shmaymizmi? Emas. Sen mana bu narsa qotdi. Давай. Yana bitta. Geçamiz. Dur. 15 o'zi dars tabii. Давай. Qilasizmi? Yo'q, ko'tni oxiriga ishtiring. Oxirigacha. Aha. Masaj olmayapsizmi? Ovoz olmayapsizmi? Ha, yo'q. Ha. Ya onu yetişe bo'ladi. Ya xalaqit qilmaydi. Просто. Şurası ikisinden. Kes kaydı. Şeker versin. Şunu da versin. Şeker versin. Yana. Bor zapaslar. Bor. İşte yana. Yana bitti.
Hop. Hop. Tushdi. Tugal. Krasoy qatta o'tdi. Pastga. To'l bo'ldim ham, ketmayapti. Hali programmalar chiqib ketdi-yu. Sun'iy intellekt orqali undan ovqat kaloriyasini hisoblab beradigan. Aha. Ko'rdingizmi, o'shalar reklamasi chiqyapti-da. Ovqat rasmini olasiz, u juda hisoblab beradi. Men klientlardan so'roq, shunaqa programma nima deysiz deyapti-da. Ha, u dedim, idishing chuqurmi, chuqurmasligini bilmaydi. Qancha yog' solgansan, nima qilgansan, u vizualni ko'rib hisoblaydi deydi. Lekin 40% ga adashadi deyapman-da. 100% hisoblamaydi baribir. Odam shunga qarab hisoblayotgan. Yo'q, 40% adashasan, 40% dajolni chap diptiga yozsang, Men sinab ko'rdim buni. 40% noto'g'ri chiqaradi. Men sinab ko'rdim. Men changlatib sinab ko'rdim, adashdi-da. Yo, menga reklama ham chiqdi o'shalar, menga kerak emas dedi. 1 yillik podpiska beramiz dedi. Menga kerak yo'q buning dedi. Yo, men sinab ko'rdim. Changlatib ko'rdim, qana nima qanaqa. Gramajda adashdi ozgina. Arxipastamda ozgina adashdi. Yo, baribir mana anaqasini ko'rdim. U vizualni hisoblayapti-da, ko'rganini hisoblayapti. hisoblayapti-da. Lekin u bir joyda parod qilyapti. Endi nimaga? U anaqalarga zo'r-da, mana buni aytsa bo'ladi. Lyubitellarga zo'r. Chistani просто o'zi qilib yurgani uchun. Lekin professionalga bo'lmaydi-ku. Yo, baribir ozmoqchi bo'layotgan odamga ham noto'g'ri-da-ku. Baribir noto'g'ri ko'rsatadi-ku. Ozmoqchi bo'lgan odamga uni vaqti o'zi olib berib sotib olish shart emas u narsani. Meni fikrim yana bilmadim. Men u anaqani o'zingiz bilasiz, Rossiyada hamma sifatni fatsikli ishlatadi. O'zi o'zidan shuni ishlatadi. Onsoroq. Men uni bilmayman. Meni fikrim o'zi hisoblab bergani yaxshiroq-da. Ba'zi ozmoqchi bo'lgan odam, правильный питание qilmoqchi bo'lgan odam o'zi trener bo'lsa agar BJUsini sostavit qilib bersa, necha ming kaloriya, 2000 mi, 2500 mi o'shanga chiqarib bersa, o'shanda o'yinroq, to'g'riroq chiqadi deb o'ylayman, yana bilmadim. Men unaqa programmalarga men o'zi qarshiman. Menga unaqa program yoqmaydi-da. Chunki o'zi bilasiz, kaloriya o'zi o'lchashim 100% aniq emas. Yo'q, u ham aniq emas. Просто orientirlik olasiz. O'shani просто aniq. No, programma 40% ga adashsa battar bo'lib ketadi-da shu. Endi farmashlash boshlaganda operatsiya bo'layotgan yoqmayapti-da. Yo'q, zato zo'r bo'ladi, nimasi zo'r? Ertagacha mana men NPCdacha yomon qiynaldim, mana shu narsa uchun. Yomon kompleks bo'ldim. Uyaldim, bekchi harakat qilmani. Zo'r pozirovka qila olmayapman, buni bekitgin deyapti-da menga. Lekin agar bu bo'lmasa bor-ku, bu вообще-da o'zi. Ana o'ylash bo'lmaydi bu narsani. To'g'ri, biroq qiynaldim, zato o'tib ketdi. Siqib, sadece shoshmasdan. Siqib. Siqib. Hop. Siqib. Hop. Hop. Давай. Bor. Zapas bor. Yana 3 ta. 1. 2 ta. Yana bitta. Ulug'am rasm aniq qo'tir. Aka birga qiling, limonga keling deb. Kim? Ulug'. Ha, ulug'mi? Shurdaga bilan birga uchalamiz qilamiz. Ketma-ketligi, trenovka, podxodlar, ovqatlanish. Bilardim, uni 100% bilmasdim-da. Badlarni ham bilmasdim. Mana badlarni ko'p narsa o'rgatdi-da. Aptekani juda ko'p o'rgatdi menga. Sustav florisini nima qilish kerak? Bizda bilsangiz
farqidamiz farqi. Bitta usta sanchasan bo'ladi yo'q. Yo'q. Usta san o'zing. Mana aka aytdim, siz bilan ishlash boshlagandan keyin ham aptechin dorilarni bildim-da o'zi. Hayotda boru glutatsion tivartinni ishlatmaganman, demak. Bitta o'shani sushga qilganman, musobaqadan oldin ham любительский slipsiz-da. Ozgina podkojnikka men. Oga faqat 5 ta geptirab olganman, bo'ldi. Boshqa bunaqa kapnitsini qilmaganman-da. Siz bilan ishlagandan keyin tushundim o'zi. Misol yozgan kapnitsilaringizni o'qib chiqdim-da, nimaga kerak. Mana aka ham menga aytdi. Men ham o'rganganman, nima uchun, nimaga o'zi bu? Nima qilish kerak, qachon qilish kerak? Bu menga yozib berardi. Men u yog'ini o'zim o'rganardim. Yakini boru. Umuman mazgisini qotirmaganman-da. Mana nimaga, qachon qiladi? Nima qilish kerak? Menga yozadi. Mashina ichishing kerak deydi. Bo'l, o'zim ketdi qidiraman. Nima o'zi nimaga bu, qanaqa ichish kerak, nima qilish kerak? Mana glutationlarni ham bilmasdim-da men. Mana professional sportsmenmiz-ku baribir biz. Bizda har 6 oyda bitta полигон. Серьезный аналиz, серьезный. Lecheniya qilib yuragiga, jigarga, hamma yo'g'ida. Pishdi mana. Bizda hamma bunaqa tushuncha bor, ko'pchilik farmerga endi kirayotganlar, Buni yana bitta qilamiz. PKT qilaman, bo'ldi, yetadi, shu forma qoladi deb o'ylayman. Ya. O'zi Aleksandr Fyodorov taniysizmi? Bir yakini tayyorlagandim Olimpiyaga. Ha. O'sha sportsmenni ham oldin tanirdim, qiziqmasdim. Yakidan keyin qiziqdim unga men. Uni baribir Yaki yazgini olib chiqdi-da auditoriyaga. To'g'ri, undan oldin tanishgan, uni biz tanimaganmiz. Taniganman, tak 1-2 marta ko'rib, uni qiziqmagan. Keyin Yakidan keyin uni hayotini qiziqishni boshladim. Ko'rib, nima, kim o'zi, qanaqa. O'sha odam juda ko'p trenirovkamda ham texnikani to'g'rilab oldim o'sha odamdan ko'ra. Yakidan o'rganman, turli tortilishda ham juda. Bizda ko'p turli tortilishni ko'rgan bo'lsangiz, skachok bilan ozgina, a unda ko'rgan bo'lsangiz, tekis olib chiqadi. Idealni olib chiqadi. Bunaqa beslaga ham yugurtirmas ekan. Yo'q. O'zi aslida o'sha mishkatga olib borib qildiryapti-da. Uni mana YouTube'da ko'rsatardi programma, yakin shug'ullantirayotgan. Og'irni ishlattirmasdi-da. Yo'q. Texnika, idealni texnika. Amplituda, sekin ishlashi, texnikasi, ko'p narsasi. Keyin mana uni gapi bor-da. Aytardiki, farmakologiya qilganingda derdi. Aytayli 10 kilo olding derdi. 10 kilosing 5 kiloni olib qolishing kerak. Ana o'shani zo'r qilgan bo'lasan. 5 kiloda qolsa zo'r bo'ladi. Har farmenda 5 kilodan qolsa zo'r bo'ladi. U qanaqa qilgan ekan u farmakologiyani? Endi aytishi bo'yicha bilmayman, rostdan yomon. Farmakologiya qildi. 6 oy qildi deylik. 1 oy most. 6 oy qildi, 1 oy most qilgan ekan uni aytishi bo'yicha. Nastoga правильно, lekin biz bilan Yaki bilan ishlaganmiz, buni qilmadik biz. Men u bilan ro'zadan bir oldin boshlagan bo'lsam, ro'za bo'lib qoldi. Yakiga yozdim, ro'za tutaman desam, most edi. Sразу qisqardi farmakologiyani. Den nochga o'tamiz dedi. Almashtiramiz dedi. Deynda emas, nochda ovqatlanasan dedi. Trenirovkani cherezinga o'tkazasan dedi. U payt qanaqa trenirovka qilardi? 3-1-3 edi. Bo'ldi. Kamaytirdi, qisqartirdi, keyin yana boshladi. Bu sog'lig'iga tushuntirmadi-da, 8 oy. To'g'ri, undan keyin o'sha UZI'li yozib berdi, analizda chotki juda katta rasxod qildi unda ham pistkasiga. Nimaga? Chunki u bir 10 ta dori yozib berdi. Badli yozib berdi, 10 xil dori yozib berdi. Yuragiga, jigarga, hamma yo'g'iga. Kapelnitsalar. Chunki bilasiz, по-любому farmakologiyada jigar oshqozon tufayli qiynaladi-da. O'zi ham musobaqadan keyin analizni kapnitslar yozib beruvdingiz-ku. Tushunmagan mana bu kirib endi jayn siz chalinmansiz, no baribir 2 millionlik dori olib chiqib ketdi. Kapnitsani o'zi dori hammasini yig'ib. Glutationingizni o'zi hozir men 95 mingdan oldim-da. O'shanda dori o'zgargan hozir baribir. Geptalar ham oshib ketgan. Bu ham topish qiyin juda. Analoglari bor, baribir geptarlar kishini bilmayman lekin. Tivartillar ham oshib ketgan вообще. Milbrandlar ham mana ko'ryapsiz. Milbrandni men donasini 25 dan oldim-da. Dollar ampulani. Bizga u kamida ikkita o'shimiz kerak.
Ba'zi zalga chiqargan odamlar orasida bitta gap bor eshitganmiz. Qancha ko'p programmani o'zgartirsang, shuncha foyda ko'proq bo'ladi degan. Yo'q. Men unga qarshiman, bak. Men 2 yildan beri почти bitta programmada ishlayman. Ha? 2 yildan beri. Menga uni kim o'rgatgan? O'zi undan oldin Doniyor Hasanov o'rgatgan. O'z videolarini ko'rdim o'tgan. Video uchun video chiqarib turadi. Programma alishtirish to'g'risida. Bilasizmi, nima bo'lib ketyapti? Men fitness sferada kelgan odamlar, ucheniklar, klientlar va uni qildimi o'tgan deydi-da. Unaqa narsa yo'q o'zi. Naborot bitta mishdan tashkil qilish kerak-da. Mana xuddi shunaqa deyman. Bir xillar tushunadi, bir xillar xafa bo'ladi. O'shayda sirasi o'tkiz kelmayapti. Boshqa trener olaman, mana shunaqa deydi. Misol uchun Dorin yetsa bitta gapi bor. Bitta shunaqa savol berganda unga ham qancha tezroq programmani o'zgartirib turish kerak desa, o'zgartirma qilasan deyapti. Barmish sen 3000 упражнение qotganing deyapti. Ba'zi vazifa sakrashga chiqsa bo'ldi, shu yetadi. U 1007 san bilasan faqat deyapti-da. Agar yaxshi ketayotgan o'zgartirma qilasan programmani deyapti. Men ham shu fikrdaman, bilmayman. Menda ham mana 2020 oxiri 24dan beri bir xil programma. Men to'g'ri vizualni o'zgartirgan, masalan, qanaqa ko'ryapti? Qattiq rassovat qiladi, kimnidir masalan, sizda tepasimi, pastimi. Bir ikkita упражнениyalarni o'zgartirgan, to'g'ri. Shunda ham aytardiki, qaysini yaxshi qilib olsan o'zing deydi, qaysi yoqyapti ko'proq deydi. Men o'shaqa anaqa ham berardi. Chunki masalan sizga qo'l orqasi tritsepsga прямая rukatga tushishi mumkin-da, menga kanat tushishi mumkin. Chunki ko'proq ishlashim. O'shalarni o'shanaqa momentlarda aytardiki, olib qolgin o'zingga yoqqani, yaxshi his qilganing dedi. Yaxshi his qilganingni olib qolgin. Shu men o'zim klientlardan ham keladi-da, okey, bir xil narsa qolmasa deydi. Sen hozir bir xil boshqa narsaga o'tish uchun oldin men qotgan proyekt maksimalni vesga chiqarib ol, hozir o'zi minimalni ko'tarolsan deyman. Bu minimalni ko'tara olmayotgan narsani qanaqa boshqa narsaga o'zgartirish mumkin deyman-da. Kimdirdan qattandir nimadir eshitib kelishadi, gap so'rashadi shu narsa. Yo'q, uni bizda o'sha tushunish qiyin, o'sha bo'lib yog'iga pakagini. Ko'pchilik bor ana fitness bilan bodybuildingni adashtirib yuboradi-da. 50-50 ga bo'linadi. Kimdir chista fizkultura, kimdir chista o'zgarishga chiqadi. U 50-50 menda. Lekin qarang, fitnessda chiqib turadi, lekin bodybuilderdagi forma. Ha, o'zgarmasa xafa bo'ladi. Demaydi o'sha, to'g'ri. Ana o'sha payt kutaman-da, mana men senga tushuntirdim deyman. Mana qilsam, mana shu xatoyini tushundingmi deyman. Endi deyman, mana seni xatoyini qildik biz. Endi menigini qilaylik. Men aytgan narsani qilgan o'zgarishni ko'rasan deyman. Bo'ldi-ku. Bir oyda rasmni solishtirib, mana men rasmim esingda o'zi menmi? Hozir menmisan? Nima bo'ldi deyman. Menimda deyman, har gal programma o'zgartiradi. Menimda o'zgartirmadi. Ha, menga yoqdi bo'ldi, tushundim sizga. Shanga aytaman-da, fitnessni xohlab chiqadi, lekin bodybuilderdagi tana qo'ydi. U bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun vajilni shogirdlaringizni rasmga olib ishlang. Yo'q, shunaqa qilaman. Nimaga? Chunki vizualni har kuni o'zini ko'rgan uchun sezgilmaydi. Siz bir oydan keyin mana meni ko'ryapsan, hozir ko'ryapsangiz. Qarang. Men bilan mana bir oy ishlayapsan, natijang shu bo'ldi. O'zgarganingni ko'ryapsan, yoqyaptimi yo'qmi? Endi bir oy bo'ldi. Hali biz 3-6 oy ishlasa, bundan ham zo'rroq bo'ladi. Mesela gaplashishlar kerak. Lekin shunaqa xuddi yakidek bo'lgan holat menda shogirdlarimga har doim mana personal trenirovka sotib oladi, endi nima deydi? Sotib olgandan keyin har doim aytaman, har hafta rasm vesa отчет tashlaysan, shunga qarab men o'zgarishini ko'raman deyman. Bo'ldi, xo'p dedi, okey, 2-3 oy vesa rasm tashlaydi. Klientga 10 marta so'raganman. Nima bo'ldi? Oxiri men tashlabdi, keyin tushgan rasmni tashlayapti. Men buni nima qilaman deyman. O'zi nima bilan solishtiraman deyman-da. Men qo'pol qilib gapirganda menda Yo'q. Qarang. Mamani ko'taring. O'ynating, o'rniga olishing, sog'ligingiz ko'taramiz. Mana shu. Давай. Давай. Ishla. Sezdimi?
Endi siz, men tepaga olib tushirib. Yo'q. Tepaga olib chiqsangiz qo'yib yuborasiz. Qo'yib yuborish kerak emas-da. Mishdan ushlab turmasangiz chiqib ketyapti bu. Chat. Kamroq restoranni og'irlik qildi bunga. Sektor ushab, sadish. Vamos a Shut. Mana eski sistema qolib ketganmiz dedi. Kuniga 30 ta 20 ta tuxum yeyish kerak. Qancha tuxumni oqsili zo'r, yaxshi hazm usvayini yaxshi bo'ladi deyapti-da. Haddan tashqari oqsil ko'p yeyish pochkaga zarari bor-ku baribir. Usvayini bo'lgan bilan ham. Juda ko'p naturalga juda katta zarari bor, juda ko'p yo'q. Masalan, har bir kilosiga naturalga menimcha 1,5-2 gacha uzoq usvayini qilsa kerak deb o'ylayman. Undan ko'p o'sha proteinni ham yetishadi, 4-5 mahal ichki, 4-5 mahal usvayni qilsak to'lib ketadi. Mana shuncha uzoq protein 2 mahal dastlashadi. Ortiqcha to'lib ketib ketadi demoqchiman-da. Ibzlar shuni o'ylashadiki, qancha ko'p oqsil yesam muskul o'sadi deb. Yo'q. Uglevod bilan bu ikki xil narsa. Uglevod chista meni fikrimcha energiya bersa, belok rost beradi. Uglevod nimaga uglevod odam kerak? Chunki uglevoddan energiya oladi. Mana nabor payt uglevod juda ko'p yeyishning sababi shu. Yani ben uglevod ko'paytirganda vesiz ko'tariladi-ku, baribir. Yo'q, ves ko'tariladi, конечно, по-любому. Ну просто uglevодdan masalan, uglevod chista masalan mana sushkada bilsangiz uglevod qisqaradi-yu. To'g'rimi? Kamayadi. Uglevod kamaygandan keyin sevoy ham tushadi. To'g'rimi? Agar uglevod ko'paytirsangiz sevoy oshadi. Trenirovka temp bo'yicha hamda bitta zal keyin o'zi hamma упражнение qilib chiqishi. Yo'q. Ishonsizmi? Nimaga unaqa bo'lyapti? Chunki zabujeniya ko'pda, har xil trenerlar chiqib ketdi, hammasi har xil gapiryapti-da, tushundingizmi? Maslahat har xil beryapti. Buni ko'radi, uni ko'radi, qaysi biri to'g'ri deydi. Masalan, mana kecha bitta video ko'rdim. Горизонтальная тяга. Бестолковое упражнение deyapti-da. Tushunyapsizmi? Горизонтальный tagi qanaqasiga bestolkovое упражнение bo'lishi mumkin? Bilmadim, lekin Просто eng qiziq hayron qolganim, kecha ukaga video ko'rdim. Kommentga ham yozdim. Direktdan yozaring. Kommentarga javob yozgisi kelmadi menga. Umuman farma qilmagan odam farma haqida gapiryapti-da, uni pobochkasini gapiryapti-da. Mana bugun sizlar bilan foyda tomonini gapiramiz deyapti. Keyingi video pobochkani, ikkita videoni ko'rib chiqdim. Foyda ham pobochka zanaqa tomonidan gapiryapti, основной narsani gapiryapti-da, chuqurlashmayapti. Farma qilsak galvanaliz bo'y bo'ladi, jigaringa naguska bo'ladi, mana shunaqa bo'ladi, bo'ldi. Yaxshi tarafi kuching oshadi, unaqa bo'l boshqa elementar narsalar-da bular. Lekin o'zim umuman farma qilmagan. Lekin farmani tushuntirish harakatini tushuntirmoqchi bor, farma haqida gapirish. Unaqalar mana bir hafta oldin bitta video ko'rdim, bir hafta ham 2 hafta kommentariy ham yozdim, javob yozdim, o'chirib tashladim. Bitta Siemens trener juda musobaqa 100% chiqmagan, sushi qilib ko'rmagan, vaqti juda Siemens desa ham bo'ladi, men uchun juda Siemens. Odamni masalan mana siz trenersiz, vizualni ko'rsangiz nima yotganini bilasiz, to'g'rimi? Qanaqa pitaniya qilayotganini va formasidan bilasiz bo'ladi. Juda Siemens, suv, badan dabdala bo'lyapti, anaqa qilib bo'lyapti-da.
ozishni o'rgataman deyapti. Sen noto'g'ri ovqatlanmasan, u men yozib yubordim. O'zingda yo'q, u qanaqasiga o'rgatmoqchisan deb yozib yubordim, javob yozmay o'chirib o'zidagi yo'q narsani birovga o'rgatmoqchi. O'zing qilib ko'ra oldi u narsani. Qattandir eshittirib gapiryapti. Shunaqalarni ko'payib ketgan. O'zining formasi 0. Men uchun 0-da-yu, men uni kamsitmoqchi emasman. Boshqa narsani o'rgatsin, u texnikani o'rgatsin yoki mana bunaqa narsa. U yo'q narsani o'rgatmoqchi bo'ldi. Josman o'zida yo'q-da, umuman tushgan qilmagan, ishlama qilib ko'rmagan bilmaydi hisob. Yurishni o'rgatmoqchi. Imkoningiz bitta narsani olishingiz kerak-da faqat. Protein. Nimaga protein? Kreatin emas. Chunki ichida kreatin bor-da. Dozirovka pastku. Yo, to'g'ri bilmayman. Men uchun sport bitishida eng zo'r protein, undan zo'ri yo'q. Men kreatinni masalan yaxshi ko'raman, yomon emas. Men o'zim ham ichaman, lekin bittasini olish kerak bo'lgan protein olaman. Chunki to'g'ri proteinni hamma narsa bitsalar anaqalarga qo'shyapti, aminokislotalar qo'shyapti-yu hozir. Oqsili bor, kreatinda oqsili yo'q-da. Izolat bo'lsa undan ham zo'r. Undan ham zo'r. O'zi aslini izolatchiman. Ya'ni naborda oddiy whey protein ham kelib turadi-da. 2 gram shakar hech narsa qilmaydi. Yo'q, to'g'ri, naborni bilmayman, masalan mana proteinni hammasini bashta ichib ko'rganman. Любой brendni ichib ko'rgan bo'lsam, lekin baribir izolatdagi proteinni mazasi ichganimiz bilmayman, juda katta farq-da. Izolat qanaqadir nachishshinligi, tozaligi bilmayman. Menga izolatdan Evogen'niki yoquvdi. Evogen'nikini oldim. Marojniy bilan Oreo pechene qilingan-da. Mazasi zo'r edi. Gematiz bilasiz, iso, gematiz. O'sha men uchun eng top protein bo'lsa kerak deb o'ylayman. Gematizni icholma, mazasi yaxshi ham lekin. Evogen'niki boshqacha edi. O'zi men oldin faqat Muscle-Tech bilasiz. Nitro-Tech, Muscle-Tech, Bio-Tech shularni ichardim. Yaxshi ko'rardim. Undan keyin Synthesis-ga o'tdim. Undan keyin o'shanga o'tdim-da. Yuring. Yaxshi. Masalan, men unda ham qilib ko'rganman, ikkalasida ham bo'lganman-da. Naturalda ham ancha turib qilganman. Naturalda ham yaxshi forma qilsa bo'ladi. Lekin o'sha farmadan keyin naturalga tushish qiyin-da. O'sha mazasi yoqmaydi-da o'sha. Chunki o'sha boshqa. Masalan, naturalda yurib turib oxirgacha borsa gap yo'q. Lekin orada farmaga o'tirib keyin naturalga tushsa o'sha bunaqa bo'lmaydi. Muz ko'taramiz-ku, yoqmaydi. Umuman yoqmaydi. Muz bo'y yoqmaydi, muz. Men chunki baribir o'sha muz tugasin deyman-da. Ha, o'sha anaqani qidiradi odam. Lekin muzdan baribir kerak. Men uchun muz baribir kerak deb o'ylayman. Oling. Shular. Torting qo'ying. Skameykaga sal suring pastga. Bo'ladi. Bitta hammani qiziqtiradigan savol bor-da. Aha. Kreatinni o'zi eng qulay vaqt qachon ichish kerak? Necha grammdan ichgan yaxshiroq bo'ladi? Bir xil aytadiki, 10 grammdan ko'p ichsang, pochkangga zarari bor, unisi bor. Hamma narsa misol uchun moyillikdan kelib chiqmaydimi? Zarari ham. Men kreatinni 2021-yildan beri to'xtatmayman. Вообще почти to'xtatmayman. Orada endi 1-2-3 marta bo'lib qolmasa, masalan, chetlarga chiqib qolgan olib chiqmasdim, o'sha payt bo'lmasa, to'xtatmayman. Alhamdulillah, analiz topshirganman, ko'z tegmasin, o'zi ham qilganman, chotki, muammo yo'q. Yo, meni sutishli dozirovkam kreatin 10 gram. 5 gram trenirovkadan olaman, 5 gram trenirovkadan keyin. Endi meni trenirovka почти har kuni. Trenirovka yo'q kuni kreatinni желательно o'zi ichmayman, nimaga bilmayman. O'zi ichish kerak deyishadi, lekin men ichmayman. Trenirovka yo'q kuni ichadigan narsam bu protein, glutamin orasiga agar esimga tushib qolib qo'shmasam, kreatin qo'shib atak o'z glutamin bilan protein. Glutamin bilan proteinni ham trenirovkadan keyin ichaman, uyqudan oldin ichaman. Yoki ertalab 4-5 ta uyg'onaman, o'sha payt ichaman kreatin bilan, glutamin, protein. Garmoshkani ham zaten o'sha payt qilaman. Ertalab 4-5 ta. Chunki bizda podgotovkada garmosh 2 mahalga o'tadi. Perед snom bilan ertalab. Men shu uxlashdan oldingi men shu bilan chiqishmayman-da. Achib yerda shoq qo'yaman. Nima yeyman? Endi mana shu uyqudan oldin garmon ustib qo'yaman-ku. Ha. Mana shunaqa kursda boshlayman, deydi 2-3 haftadan keyin shu oyog'im to'pim shishib ketadi. Garmoshkadan, ha? Именно shu garmon rostdan boshlanadi-da. Aha. Shu именно kechki nashroy smenaga o'tirgandan keyin garmoshkaning zadachasi suv ishida, garmoshka по-любому zadachasi mishda suv ishashda.
o'shani hisobiga atyok bo'ladi. Ular no ikkinchi atyok bo'ladigan anaqasi bu pitaniyadan. Agar pitaniyada siz hech kim shu ko'p shakar bo'lib ketsa yoki yog'li narsa bo'lib ketsa, buzilib ketsa, odam atyok bo'lishi boshlaydi. Anaqadanchi garmon rosti kech payt qo'yishdan oldindan ovqat yeysiz baribir. Haddan tashqari uglevod ko'pligidan ham bo'ladi. Da, o'shaning uchun uyqudan oldin желательно uglevod yeyish kerak emas. O'shaning uchun oxirgi priyon beshi belok bo'lishi kerak. Balu, menda oxirgi priyon beshi balu bo'ladi. 250-300 gramm balon o'zi и protein, glutamin, xulus. Ertalab o'sha garmoshdan qo'yib uxlayman. Ertalab yana uyg'onardim, garmon rosti, protein, glutamin. Keyin uxlayman. O'sha kech payt mana atyok berardi-da. Mana hozir bir ro'za oldidan garmon rostida o'tirdik-ku, ro'zadan o'tirdik. Ha. Aka o'sha kech payt kelmadim-da, faqat shu ertalabga o'tdim-da. Ertalab qanaqa bo'ldi? Ertalab atyok bo'lmadi unaqa. To'g'ri, qo'l uyushib qolish anaqalar tabiiy hol-ku. Ha. Men oyog'im ishib ketmadi-da. O'sha kech payt o'sha oldin turgan musobaqa tayyorlanayotgan vaqtganimda dozirovkani kamaytirdim. Cherezen qilib ko'rdim kech payt. Kech paytdan polni olib tashlagandan keyin atyok ketdi-da o'sha. Garmoshkani o'zi professionalda bilsangiz 3 mahal qo'yadigani bor. 2 mahal qo'yadigani bor. 1 mahal qo'yadigan. Garmoshkani trenovkadan oldin ham qo'yadigani bor. Eshitganmiz? Eshitganman uni, eshitganman. Petit garmon rosti. Trenovkadan yarim soatcha oldin qilib. Keyin trenovka chiqadi. 3 elementida ham ishlaydi. Lekin 3 xil ishlaydi uchalasi. O'zi meni fikrim professional bu uyqudan oldin ertalab. Men lekin trenovkadan oldin sinab ko'rmaganman. Sinamagan narsani maslahat beraman, chunki mas'uliyat qilib ko'rmaganman, uni qanaqa ishlashini bilmayman. Men o'qib ko'rganman, yuzchatib ko'rganman, shu ham yaxshi narsa ham ishlaydi. No, menga yoqqani o'sha uyqudan oldin ertalab. Eng maksimalni qancha qo'ygansiz garmon rostida? Maksimalni bir kun 9. 2 ga bo'lgan. Da, ertalab kech payt. Eng maksimalnisi. Bu ham o'sha NPCga tayinlangan. Lekin meni fikrimcha eng zo'r dozirovka bu men fizikka, openlarga emas. Men fizikka, men openlar bilasan qancha qo'yadi? Kech payt bir, ertalab bir, ular 1-2 qo'yib yuboradi. Meni fikrimcha eng zo'r dozirovka uyqudan oldin 4, ertalab 2. Eng zo'r 6 kuniga. O'sha 3 mahal qilsangiz, trenirovkadan 2, unisi 2 ga bo'l hammasi. Unaqa qilsa ham bo'ladi. Undan sinab ko'rmaganman-da hech. Mana qilib ko'rmaganman. Bitta sinab ko'rish. Men ko'rganman. Uni qilib ko'rish kerak, o'zida istab ko'rish kerak. Qanaqa men aytaman, men yaqinda o'sha pipitlarga o'taman-da, xudo xolis. O'shani sinab ko'rmoqchiman. Sinab ko'rsam, zo'r bo'lsa, keyin o'sha shogirdlarga, o'sha qolganlarga maslahat bera olaman. Kimdir tayyorlasin musobaqaga? Mendan boshqa. Bitta bola tayyorlanyapti, endi uni polni tayyorlamayman, tak. Qo'ldan kelgancha yordam beryapman, aytib turibman. Nima chuqurlashimni aniq qilmayapsiz-da bunga? Yo'q. Hozir sizdagi anaqa yo'q tayyorlan. Borida tayyorlanaman, aka deydigan, aka qiyin ekan, qila olmayapman, bor bunaqa. Bir ikkita onlayn shogirdlar bor. Keyin qimmat deydi, bir ikkita yozadi, aka qimmat ekan, uzr deydi. Endi baribir bu yo'lni tanlayotgani o'zi hanuz tayyor turish kerak-da. Aka qimmat ekan, uzr. Aka o'tgan musobaqa tanlanganimda o'sha trener nimani aytgan bo'lsa, hamma narsani oldim. Hech narsadan qochmadim. Qizil baluvmi, mol go'shtimi, indeykami, o'sha sudagi hamma narsani oldim. Garmon rostigacha hammasini tindirmadim-da. 100% hamma narsani qildim-da. Chunki chiqqan yarasha yaxshi rezultat bo'lsin degan ma'noda hamma narsani oldim-da. Men o'sha kasak bo'lgani, ginekmastika bo'lib qolganim-da. O'sha sarnastriyni ham tushirib qo'ydi. Bu professional musobaqada o'sha tanlangan joy buzdi, sudurga berib tashladi, badirovkasiz kelmadi odam. Nima ikkinchi o'rin olgan sababi nima? Menda press yoqilib qoldi. Chunki shu kuni atralin bo'lib qoldim-da. Ha. O'zimizchani bolalar maslahatlash birinchi marta chiqib qolmadim musobaqaga. Slip qiluvmi deylar o'sha ham musobaqa qilgandek. Slip qilganmi deylar? Mana o'sha musobaqadan oldin glikogen to'ldirish kerak, shirinlik yeyish kerak deyisharkan, zefir yeyish kerak deb gap bor ekan. Unaqa narsa yo'q. Bizni qidirib chiqdik ulug' bilan. Men u narsaga protivman. Yo'q, biz ulug' bilan magazinga chiqdik, zefir topdik, srokiga qaramaymiz. Yo'q, men u narsaga protivman va bilmayman endi kimda qanaqa ishida, men agar zagruska qiladigan bo'lsam, bizda musobaqadan oldin zagruskamiz uglevodlar bilan bo'ladi aslida. Masalan, mana bir hafta qolganda men musobaqa NPC tayyorlayotganimda 750 gramm guruch yedim. Gurucho'zi 150 gramm sank. 900 gramm uglevod bo'ldi. Zagruska bizda shunaqa bo'ldi. Hech narsa qo'shmadim.
O'sha musobaqadan chiqishdan oldin zifir oldi deydi, yedimda. Ichim sira suv bor. Uje bo'ldi, forma ziraso bo'ldi. Uje suv qatdan suv kelib qoldi. Keyin sahnaga chiqqanman, sudirga berib tashlabdi-da o'sha. Ha, конечно o'zi. O'sha ikkini olgani sababi ham oldi press bo'lmagani uchun Yopilib qolgan. orqadan yaxshiroq chiqqan. Oldidan uje bo'lmagan. Yo'q, ikki bo'lib qoldi.